Xo'sh, SPF o'zi qanday vazifani bajaradi? Bahor fasli kirib keldi. Bu juda ham zo'r, lekin bahor quyoshining ultrabinafsha nurlari hattoki yozning jazirama issiq quyoshidan 2 barobar kuchli ekanligini bilarmidingiz? Ya'ni bu yuz terimiz uchun juda ham xavfli. Bu xavfni esa faqat va faqat SPFlar orqali kamaytira olamiz. SPF quyoshning ultrabinafsha nurlaridan himoya qiladi, pigmentatsiyalar, ya'ni dog'lar tushishini oldini oladi, tushgan dog'larni to'qayib ketishidan himoyalaydi, qarish jarayonini sekinlashtiradi va qizlar kun davomida oziqlantiruvchi krem vazifasini ham bajarib beradi. Bugun sizlarga ikkita koreyskiy mashhur Roundlab va Beauty of Joseon SPFlar haqida ma'lumot beraman. Tarkibida guruch ekstraktlari bor, hamma tip ko'chaga tushadi, ayniqsa quruq va ta'sirchan yuzga juda ham zo'r tushadi. Shaffof tekstura, yuzingizdagi silliq yoyiladi, yuzinglarni quritmasdan kun davomida namlab beradi. Tarkibida Aquafresh, ya'ni yuzinglarni ozroq muzlatib, tinchlantirib beradi. Hamma tip ko'chaga tushadi, ayniqsa kombi va yog'li yuzga juda ham zo'r tushadi. Tez tarqaladi, o'zidan iz qoldirmaydi, plyonka hosil qilmaydi. Roundlab SPF o'z tarkibida dengiz minerallar va gialuronlarni o'z ichiga olgan, kun davomida yuzinglarni oziqlantirib beradi, hamma tip ko'chaga tushadi, yopishqoq bo'lib qolmaydi. Roundlab tonovый SPF, ya'ni ozroq tonalka effektini berib, quyoshdan himoyalab, yuzinglarni namlantirib beruvchi SPF. Bugun sizga tonovый SPF ko'rsatmoqchiman, chunki bu hammaga qiziq. Ko'ramiz, yuzimizga tonalka effektini berar ekanmi. Rostdan ton berayotgan qizlar sekin terilarga singarkan, faqat ko'proq suv olmaslik kerak, o'z me'yorida. Xo'sh, go'zallarim, bahorni SPFlar bilan qarshi olamiz. Narxlar Telegram kanalda bemalol zakaz qilishingiz mumkin.